Shu yerda ikkinchi qatordan nazorat qilish taqiqlangan. Gai ishlab yozyapti. Ikkinchi qatordan nazorat qilgan mashinalarga mana. To'g'rimi? Ikkinchi qatordan nazorat qilish mumkin emasmi? Lekin taqiqlovchi belgi yo'q. Hali ham axborot ko'rsatish belgilari vazifalarini yaxshi bilishmayapti haydovchilar. E'tibor beringlar. 581 tasmalar bo'yicha, ya'ni bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. 582 tasma, ya'ni bo'lak bo'yicha harakatlanish yo'nalishi degan belgilar axborot ko'rsatish belgisi bo'lgani bilan ko'rsatilgan yo'nalishlarga harakatlanishga ruxsat beradi, boshqa yo'nalishlarga harakat taqiqlanadi. Aynan shu yo'nalish bo'yicha kelasan deyapti. To'g'ri, 581, 582 belgilarini yozib qo'yapti. Chap tomon ko'rsatuvchi yo'naltirgich qayerga borishga ham ruxsat beradi deb. Lekin 582 tasma bo'yicha harakatlanish yo'nalishiga belgilangan bitta o'q chiqishlik vazifasini aynan 581, 582 belgidagi chap tomonga ko'rsatayotgan chetki chap bo'lagidagi belgi qayerga borishga ruxsat beradi. Aynan chap tomondagi qayerga ruxsat beradi. Chunki agar boshqa qatorlardan sizlarga chap ko'rsatgan bo'lsa, burilib ketishingiz mumkin, lekin orqaga qaytib ketishingiz mumkin emas. Bu qoida buzarlik hisoblanadi. Eslab qo'yinglar, hali ham like bosmagan bo'lsangiz bitta bosib qo'yasizlar-da, kommentariyada fikrlab qoldirib qo'yinglar. Qoidalarga rioya qilib qo'yinglar.